Welcome to Help Tracker USA. Here, every episode is a journey from problem to result. We show the process, the effort, and the real work behind it. Follow the progress. Watch how solutions are created. Assalomu alaykum, hurmatli traktorlar. Bugun kamroq sizga informatsiya предохранитель yo fuse deyishadigan narsa, inglizchasiga fuse'larni местоположениесini, joylashgan joylarini ko'rsatamiz. Masalan, Freightliner yangi morda, mana nimasini bitta oling. Yangi morda 18 dan boshlagan, to 25 gacha. Shu mordalarda предохранитель ko'pincha klientlar telefon qiladi, aka, bu ishlamayapti, far yonmayapti, bu yonmayapti, buni предохранители bormi, qayerda degan savollar ko'p paydo bo'ladi. Shuning uchun biz bugun kamroq sizga imенно shu Freightlinerlarda qayerda fuse joylashgan joylarni aytib qo'yamiz. Birinchi asosiy joyi mana bu yerda bo'ladi. Chap tarafdan, passajir tomonidan mana bu fuse box deyishadi buni. Bitta ishlarda fuse'lari bor. Bitta fuse'lari asosan motor, korobka, DEF sistemasi bu bir ikkita narsalarni asosiy joylariga tok beradigan предохранительlar, ya'ni fuse'larda joylashgan joyi bo'ladi. Shuning uchun biz sizga bu yerda ko'rsatamiz. Kapot ochgandan keyin chap tarafdan, ya'ni passajir tomonidan mana bu yerda fuse bor. Bu hammasida bunday lock degan narsasi bor. Shuni ochasiz, bu tarafga burilganda oxirigacha ochiladi. Mana masalan, bu turadi. Обычно buni shunday ochsangiz ochiladi. Undan keyin mana bu yerdan qarab, shunday tortsangiz ochiladi. Mana. Ochgandan keyin bu yerda предохранительlar turadi. 1, 2, 3 mana qarang. Общий предохранительlar. Mana bu yerda masalan korobkaniki, motordiki, DEF'diki, masalan salonda, kompyuterdagi предохранительlar shu yerda turadi. Mana bu yerda описаниесі ham bor, qaysi biri nimaligi. Обычно предохранительni uzish uchun bunaqa oq narsa ham bo'ladi. Masalan, buni shunday olasiz. Shunday предохранитель mana shu ko'rish uchun shunday bosib, joyiga qo'yib, shunday bosganda chiqadi. Ha, предохранительda oddiy narsa bilish uchun mana qaraysiz. Uzilganmi, deganmi, uzilmaganmi, ichi mana ko'rib, yaxshi bo'lsa agar bu apparatni kiyintirib, joyiga qo'ysak ham bo'ladi. Qo'ygandan keyin mana bu birinchi joy. Mavjud o'tdim. Bu yerda degani masalan motordiki, salondiki, masalan ABS'diki bo'ladi, biz masalan korobkaniki, DEF'diki shu yerda bo'ladi. Masalan katta mana bu предохранительlar bo'lsa, bular ham asosiy предохранительlar, salonga tok beradigan предохранительlar. Biz buni обратно joyga qo'yamiz. Buni обратно zasholkasini yoqtirsak, bu birinchi joy. Bu ikkinchi variant emas, ikkinchi joylangan payt joyi asosiy kabina, far, hamma narsa uchun предохранительlarni joyi ichida bo'ladi. Men sizga shuni hozir ko'rsataman. Passajir tomonidan hamma trakda bu narsa bo'ladi. Mana bu narsa orqasida предохранитель bo'ladi. Hammasida joyi bor mana. Pull degan joy. Shu pull degan joydan tortsangiz ochiladi. Qo'rqmaysiz, hech narsa bo'lmaydi. Mana bu ko'rsataman. Shu pull degan joydan tortganda bu chiqadi. Buni qo'yib bir yaxshi qo'yamiz. Mana bu предохранительlarning krishkasi. Bitta ko'p предохранительlar. Bitta plyus основной tok keladi, minus keladi. Keyin bu ko'p nimalar. Mana ochish uchun ikkalasini bosish kerak. Mana bosiladi. Mana bitta fizikchasini qilgandan keyin bunday ochiladi. Bu ko'rsataman. Mana ikkalasini одновременно bosib ochiladi. Mana bu yerdan nimaligi uchun kerakligi hammasi описаниялari bilan bor. Masalan, bu yerda degan masalan mana bu yerdagi предохранительlar mana birinchi qator hammasi spare degan, ya'niki дополнительный предохранитель. Bularni bitta-bittasi qo'yganda ulardan olib qo'yib bo'ladi. Zapas. Mana bu hammasi zapas. Qabuli bo'yinda bo'ladi.
Keyin mana bu yerda yaxshi qaraganda, mana qarang, F R bilan yozgan narsalar bor. Mana bu R bilan yozganlari bu relelari, qolganlari mana предохранитель, fyuzlar. Ya'ni masalan bizga F28 desa agar, bu yerda ko'rsak masalan F28 bu F28. Ya'ni ko'p odamlar bizdan so'raydi-da, aka F29 desak qaysi biri deydi. F49 degan предохранитель bor. Qayerda desa agar F49 mana masalan bu yerda yozgan F49 besidan ko'ramiz. Mana F49 masalan mana bu yerda. Mana bu yerda turgan bo'lsa agar bu mana bu yerda tushadi mana 5-49-chi предохранитель. Misol uchun mana bu yerda ham предохранительlar bor. Hali bu video qilamiz. Qaysi предохранитель nimaligini biz tushuntiramiz. Kerakli narsalarni, masalan, far uchun, yo prikuritel uchun, yo OBD konnektori bor-ku, LED qo'shaydigan diagnostika joyi. Unga qaysi предохранитель bo'ladi? Shuni hammasini biz daskanalab tushuntiramiz. Ham asosiy joy mana shu yerda предохранитель bor, orqada bor, mana bu nimada. Kapot tagida boshqa предохранитель yo'q bu trakda. Asosiy холодильник, prikuritel, salonlar, far masalan, treylerga tog'ib boradigan narsalar hammasi chetdan chiqadi. Mana bugunga mana shu. Bu daskanalni bizda bu ko'p videomiz bo'ladi. Qayerda biz tushuntiramiz, qaysi biri nimaligini, asosiy narsalarni tushuntiramiz. Salomat bo'linglar, ko'rishguncha.